Mana balıqqa borish harakatida. Tayyorgarligi bo'lyapti. Tayyorgarchilik. Ekstrendeydi. Az ribaklar bor. Qayerga boramiz? Qarnasaydi. Qarnasay Tiskan. Lotkalarni bog'lab tashlagan. Mani mashinam полный груженный уже. Полностью, короче, груженный был кеткен. Нажимам кыйпаларды. Aziz vatandaşlar, Qarnasayda, Tuskanda ko'rishamiz. Yo'lga ketamiz deb lotkani teshib qo'ydik. Beylab yotibmiz endi. Balıkçılar никогда не сдается. Да. Живым не сдаюсь, да? İki tarafla mı yapıştırsam? Yaxshi. Ana shu deb aytib qo'ygan, mana jolisam ketaveramiz jamon naqadi. Ana Shunday bo'lib qoldi endi. qassob. Qassob. Buqada bo'lyapman. Bu kadar soğuk koyma. Xullas yopishtirib, pishirib ketamiz hozir. Kechiksak ham Şu yarım saat. ko'z tegdi. Mana lotkani yopishtirdim. Xudo xohlasa hozir reanimatsiya qilib reanimirую. Mana shikliylari fen bilan qizdirib Bunaqa narsalar qo'yish kerak bo'lsa ustilistim. bo'ladimi? Tuning. Tuning qilish kerak bo'lsa aytaverasiz. Bo'ladi. Pishmayaptimi dam? Qattiq pishirib yubormanglar. Yo'q, hali bor, pishiraversin. Bo'ladi. Yoqda pishiramiz, bo'ladi. Qo'yaversin hozir. Yaxshi bo'ldi, yopish. Bo'ladi, hozir. Lotka в деле. Bo'ladi. Короче, mana lotkamiz ishladi. Готовый. Qani endi boshidan endi peshaqamni tayyorlanglar deydi. Bir deganda 4 ta teshik bo'lsin. Ya xudo xolisa hozir yaxshi bo'ldi. Mana hayot yo'lga chiqdik. Lotkalarni yamab xolasa
Bir narsa deb qo'ying, pochcha. Hammaga salom. Qayerga ketyapsiz? Xudo xolasa, mana Arnasoyga yetib kelyapmiz. Baliq oviga. Qanaqa baliq tutasiz? Ko'ramiz nasib qilgani. Voblami? Vobladan boshlaymiz-da, avash. Hamma ham shunday qilsa kerak o'zi. Vobladan boshlaydi. Manzara. Soat 3 bo'ldi. Ertalab soat 6da ketadigan odamlar. Ha, xudo xolasa yetib olamiz. Balıkçılar xullas adashib qoldik biz. Kelgan joyimiz zaborga taqalib qoldik. Hozir mana bu yerda aylanib yuribmiz. Yo'l chiqarmikan? Ko'ramiz hozir. Oybek pochcha o'zi sekin yig'layapti. Ochkisini qo'ygan. Ko'zida yosh oqyapti. Nega? Yig'lamang pochcha, hammasi yaxshi bo'ladi. Balıkçılar hammaga assalomu alaykum. Mana zo'rg'a yetib keldik, zo'rg'a topib keldik. Kelsak o'zimizni eski joyiga. Xullas, qarshi ertalab chiqib mana endi keldik hozir. Soat 6dan oshdi. Sekin joylashish arafasida. Xullas, ana Nexia'da Shahzod kelayotgan edi. Lotkani ichiga ortgan edi ko'p narsa. Ko'p narsa tushib qoldi yo'lda. Palatka tushib qoldi. Palatka yo'q. Mayli, ertalab bir aylanib chiqadi mashinada. Topilib qoldilar. Yo'llar yomon ekanda yo'llar. Yo'l yomon. Bunda ham bir hikmat bor. Bugun hammasi mana shu yerda yotadi. Ey, mayli, bir gap bo'lar. Xudo xolasa mana keldik. Choyingiz qaynayapti bu yerda. Mana men o'zimga joy qilib qo'ydim. Idishlarimni to'g'inglar, anaqalarimni. Jimiq topga bor, jo'ra. Moda. Jimiq. Hozir ozgina tushlik qilsak, rolton-polton qo'lga tushgan narsani yeb tashlaymiz. Ovqat qilishga o'zi kech bo'lib ketdi. Xudo xolasa ertaga ovqat qilamiz. Давайте, mana endi joylashdik. Endi ertaga ko'rsak kerak, xudo xolasa. Bugun o'zi chunki kech bo'ldi. Xayrlashmaymiz. Mana hamma montaj arafasida dedik. Katta baliq tutish niyatida. Pochcha, nima qilyapsiz? Montaj qilyapman, montaj. Самое главное, brakonyerlik ishlar qilmayapsizmi? Brakonyerlik yo'q. Astag'firullah. Yaxshi. Brakonyerlik qilib. Shahzod, Aka to'r qo'yib kelganmiz 300 metr. Biz halol ovchilar. yo'q, hazil. Halol. Yana shunaqa deb o'ylab qolmasin-da. Haloliga yetmaydi. G'iyos Boltayev. Keling akam, issiq choyga kelinglar. O'tiribsizlar prirodada. Qarmoqlar otib qo'yganmiz, na. Xudo xolasa natija bo'lib qolsa, rezultatlarni ko'rsatamiz. Hammaga omad. Qaynatmani qo'yib qo'ydik deng. Ilik sho'rva. Qaynatmani mana boyata qo'yib qo'ydi, yon boshlab. Boyata
Dam olish qanday bo'lyapti? Bu dam mana shunday bo'lish kerakda, dam olish o'zi. Bemalol dam olib. Bu yerda pul rol o'ynamaydi. Masalan 500 ming so'm rasot qilib turib o'tirsak ham, uyda 500 mingga anaqa 10 kilo baliq olib yesa bo'ladi. Bizga unisi qiziq emas. Bizga prirodada o'tirish qiziq bizga. Dam olish. Sizga qanday bo'lyapti dam? Bizga mana shunday har dam shunday bo'lsa qani edi. Yon boshlab Mazza bu. Dam olish kerak odamlar. obunachilarga salom aytib boring. Hammaga salom. Hammaga salom. Omad. Xudo xolasa ertaga rezultatlarni ko'rsatamiz. Trofeylarning zo'rini ko'rsatamiz sizlarga. Zo'r bo'ladi. Xudo xohlasa. Yaxshi bari. Hozir bitta qaynat. Quyruqlari bilan O, qaynatma sho'rva. O'choqda. Xudo xolasa ertalab kartoshka bilan piyoz solamiz, bo'lsa bilan tayyor. Yaxshi. Ana. Mana bu yerda sekin olovimiz yonyapti. Mana bu yerda qarmoqlarni tashab qo'ydi. Nechta qarmoq tashasiz bu yerda? Meniki 10 ta. Bundan. Ko'p aytib berdimmi deyman. 6 ta. 6 ta, sekin. Men anaqa bu sal sanamasdan aytib qo'yibman-da. 6 ta qarmoq. Mana qarmoqlar ko'rinyapti. Mana shu. Bu narsa tutdingizmi или? Yo, ertalab men spesialni hozir ushlamayapman. Ertalabki rezultat bo'lsin deyapman. Ertalabki rezultat bo'lsin deyman. Hozirda qorong'ida ushlasam, hech kim ko'rmaydi uni. Shuning uchun ertalabdan hammasi zo'r bo'ladi, xudo Xudo xolasa. xohlasa. Ertalabgacha ko'rishguncha deng. Xayr, davay. Yerga gaplashamiz. Давайте. ishlayotgan montajimiz bitta gusеница и makuxaga Fanaring yorug' bo'lyapti. o'chirib turaymi? Ha, o'chirib qo'y. Ha, endi zo'r bo'ldi. Makuxani endi hamma bilsa kerak, belidan pichoq bilan qirib qo'yishdi и bu rezinkani vertljokka qo'yib, hamdan qisiladi. Hozir tezroq bo'lishini nomini ko'rsataman. Mana shunday bo'ladi montaj bilan. Bitta kirchok, bitta makuxa, keyin ishlatayotgan bo'ylalar. Chesnochniy. 12lik 14lik. Arnasayda faqat mana shu kattaga ishlatishadi, chunki bobla degan narsa ilinib qolaveradi. Har 20 minut 10 minutda ilinib qoladi. Katta bir donadan qo'yilishi kerak. O'shanda effekt beradi sazanga. Hatta maydasini qo'yilsa, maydalariga tez bobla ilinib qoladi bu yerda. Makuxa обязательно, chunki bu juda sekin eriydi, effekt beradi. Mamaliga arnasayda sразу tez bol anaqa mayda baliqlar yeb qo'yadi. O'shaning hisobiga faqat makuxa bu yerda effekt beradigan bitta kirchok. Mana. Bu karpavikmi? Da, karpavikka, faqat karpavikka. Da, chunki danliga otamiz faqat bu yerda. Chunki korotka emas, protok emas ber, uzoqqa otish kerak bo'ladi. Faqat mana shunday bo'ldi. Bo'ldi. Hammaga tavsiya qilasan. Mana shunday ishlaydi, ha. Faqat mana shunaqaga ishlaymiz biz. Boshqasiga effekt bermaydi. Bu yerda Kurchok hozir ko'rsatamiz. Birlik, ikkilik, asosan birlik, ikkilik. Buni krevetkaga ham ishlatsa bo'ladi. Da, shunday. Bu universalniy kurchok. Kuniga bir marta almashtirib tashlash kerak. Bu yerda suv sho'r tez ketib qoladi. Mana bu ilmoqlari o'sha bir kundan keyin o'sha zanglab qoladi. Ana originali ham xuddi shunday. O'shaning uchun mana bunaqa anarazviy Xitoy degan o'lari bor-ku, по-моему 15 ming so'm turadi. Mana birlik. O'shandan bir kunda sразу ertasi kuni kechga o'sha almashtirib tashlash kerak, yangilab tashlash kerak kurchoklarni. Suv sho'rlik hisobiga tez yeyilib ketadi kurchokning tillari. Bo'ldi. Omad sizlarga. Sizga ham omad aka. Rahmat. Anvar bolamga qomat. Davay. Omad. Jigitlar omad. Pochcha bitta assalomu alaykum aytib boring. Assalomu alaykum. Hormanglar. Va alaykum assalom. Ikkinchi montaj bu. Bu основной mamaliga urib ishlatishga yaxshi-da bu. Vobla, короче, sazan-pazanga, atak normalniy. Menimcha bu yerga mamalga ilasan. Bu yerga mamaliga ilamiz.
bo'tga ili bo'yla, ili nima karmovoy makka yelamiz. И bu yog'iga krevetka pastga. Buni qachon? Kechasi ili ertalab? Farqi yo'q, bez razница, uraveradi. Universal. Universal, liboy payt uraveradi. Atak yaxshi bu montaj. U основной Oybekga tayyorladi bu montajni. Oybekka mana. Oybek pochcha. Assalomu alaykum. Bu skromniy odamda o'zi. Skromniy odam. Vladivostokdan kelgan. Eng katta baliqlarni pishirgan bola ana shu Aybek bo'ladi shu. Har doimgidek zo'r ishlaydigan bola. Banan kurchakdan foydalanyapti mana. Banan kurchak. Qani ko'rsatgan kurchakda yaqinroq? Mana banan kurchak aka. Yo'q, sen qo'lim ko'rsatyapsan. Qo'l ko'rinyapti mana. Pastga. Banan kurchak mana. Ha, bo'ldi, ha, banan kurchak. Mana shu kurchak yaxshi ish beryapti, короче. Yaxshi tavsiya qilasanmi shunaqa narsa? Mana shundan foydalanib ko'ringlar, mana shundan. Mana shu kurchakdan foydalanib ko'ringlar. Mamaliga qimmat emas, makuhaga o'xshab, a? Конечно, aka. Shunaqa narsani aytgan u. Hamma ham makuha olamaydi-ku. Endi bor narsani gapirdi. To'g'ri aytyapsiz aka. Mamaliga, arzon mana. Bitta mana O'zing qaynatib anu qo'yganmiz, qaynatib qo'yganmiz. Bitta Juxorini shundoq misorovkadan chiqariladi. Bu ham yaxshi ish beradi. Misorovkan qani edi? Misorovka Qani ko'rsat? Mana misorovka, mana turibdi misorovka. Ko'rsatamiz. Lelanib qoldi-ku mana bu. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Mana misorovkada o'tkazamiz mamaligani. Joyida. Ha, joyida. Endi ko'pchilik aka makuha olishga puli bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Hozir makuha ham ot kalasidek turadi masalan. O'shaga endi Alloh beraman desa aka mana karmovoylarga ham uraveradi, mana ularga ham uraveradi, beraman desa. Hech gap emas. Mana ular bir tiyin bo'lib qolishi ham mumkin. O'sha uchun mana shu mamaliga, mana shu montajga xudo xolasa hammasi ishlaydi. Xudo xolasa. Mana bunaqa banan kurchak, bu yerda yutma kurchakni nimasiga o'xshagan. Ammo bu yerda banan kurchak. Aslida mana. Mana. Banan kurchak. Bo'ldi. Hammaga tavsiya qilamiz. Tavsiya qilamiz. Bu G'iyos Baltayev hozir bir pastirib ashula aytib beradi. Молодец. Shunaqa gaplar aka. Kenglar sizlar ham mana Akmal akam podpischiklari hammalarini taklif qilamiz. Kelib mana bizga o'xshab. Bu yerda ochiq gap, hech kimni aldash yo'q, to'g'rimi? Bor narsaga tutamiz, bor narsaga tutamiz aka. Nimaga o'shasak oxirida ham aytib o'tib ketamiz. Nimaga yaxshi urganini hammasini xudo xolasa oxirida yana video qilib hammasini aytib tushuntirib o'tib ketamiz hammasini. Sog' salomat bo'linglar. Hammamizga omad. Rahmat. Denlaring sog' bo'lsin. Aytma. Pochchamam sekin o'sha o'zini montajini tayyorladi. Meniki kobra deng. Lekin Oybegadan bitta mana shunaqa qo'rg'ashini so'rab turibman, berib turing, ertaga qaytarib beraman, menda yo'q edi desam, lekin bermayapti. Men beraman, menda bor. To'xta, hozir men senga beraman. Videoni o'chirib qaytarib olib qo'ymaysizmi? Yo'q, videoni o'chirib qaytarib olib qo'ymayman, mana senga. O, aka. Mana katta rahmat mana. Akmal aka addushi, Akmal akaga addushi rahmat mana. Ne, addushi это, bratан. U senga podarka. Ne, menga qaytarib berish kerak emas. Men bu videoni bu joydan kesib tashlayman, o'ylanma. Yig'lab oraman. Do'stlar, mana qaynatma sho'rva qaynab yotdi. Yo'q, qo'yamiz. Bunaqa yem qo'yiladi. Mana qarmoq ko'rsatib qo'ying mana bunaqa. Yem solinadi, o'sha qarmoq otilayotgan joyiga qo'yiladi. Bu ichidan sekin vodka tortib Yuvib, o'z sekin chiqadi. Shunda ana yeb qo'ymaydi.
Bobla borku, bobla. Bobla. Bobla degan narsa ko'pda shuni yeb qo'ymaydi. O'sha narsani обязательно boqqan joyga tashlash. Bobla. Hay, sizni trofey. Trofey. Voy! Молодец. Sekin. Lekin olib chiqaymi? Yo bismillah. Birinchi xudo xolosa pachim. Kimga chiqdi? Meniki dardangmidi? Oy jenge. Молодец. Ikki bo'lmasa ham bir. Sazanjon. Sazanjon. Qani bitta turding? Yo bismillah. Hikmat olib ketdik, xudo xohlasa. Vo, молодец. Qo'yatim pachim bor, xudo xolosa. Meniki keligini bilaman. Aytmagan. Qarmoqqa qarab Stari bo'liq, passiyada bo'liqda o'zi. Qarmoqqa qarab turing. Keyin safar sudrab ketsam yo kelmayman vodkada borib. Stari bo'liq. Bu yerda bitta yana bir marta shunaqasi. Vo, Ha. mana shunaqasi. Ana. Bu qari birganda pari bilmaydi. Menga chiqadi faqat o'zi. Omadsiz Hammaga bersin. omad. Xo'p, omadsiz bersin. Voh. Mana bunaqa turецкий sho'rva. Arnosayda tug'ilgan deydi. Ana nima u? Limon olib berdilarmi? Yo'q, tuxum-ku boyagi. Ana nimada? Kelinimiz ilonni olib nima qildi-ku? Mametda mana bunaqa o'tni ustida mana shunaqasi o'tiribmiz. Assalomu alaykum deb. Salom. Anvar aka, qanaqa sazon ushladiz? O'zi boshlandi. Trofey ishlashni boshlaymiz endi. Ko'zim mo'mnuqadek. Xudo xolasa boshlandi endi. Boshingiz. Boshingiz. Endi bu yoq hammaga chiqsin endi. Pocha, siz qachon ushlaysiz? Xudo xolasa. Qachon xudo xolasa? Har doimgidek. Har doimgidek. Qachon endi niyat Niyat xudo xolasa ertalabgacha olamiz. xudo xolasa. Ha. Bergan. Shahzod chiqarib kelaveradi hammani. Sazonlar. Bolig'i sizga, kabi menga dedi bu. Udar. Udarmi? Shi Limon bilan vashi dahshat bo'ldimi? dahshat. Это турецкий бульон называется. Mana bunaqa sho'rva sorpe tayyor bo'ldi. Mana bu yerda qildi. Ha, bitta qaynatib yuboramiz. Hozir ha. Mana bu yerda bitta tayyorlab berdi bizga. Bizning shef povar ertaga oshmi? Ertaga osh qilamiz. Oshga marhamat deng. Shayxona palov qilamiz ertaga, xudo xolasa. Xudo xolasa. Uni ham Ha, mana. Qopqon yo'q qo'yaymi? Ha, yarmiga yopgin-da. shayxona palov qilamiz ertaga. Xudo xolasa. Hammaga alangali salom. Ayting. Hammaga salom. Ertalab gaplashamiz endi. Davayt. Bitta sazonni yezding, pachinni yez. Pachin yes. Pachimga ayting, ertaga pachim bo'ladi sizda. Bu Aybek akamga chiqadi, xudo xolasa. Shu anaqa kurchogini olib kelsa, o'zim tupurib beraman kurchoga. Kurchaga tushib ketdi. Oldinga safari bo'lmagan edi. Turgandan keyin yaxshi tushirib qo'yibdi axir. Hammasi yaxshi. Mana shunaqasi sho'rva qildik. Mametda olovni ustida Shahzod bilan G'iyos borib bitta sazon mana shunaqa ushlab keldi. Bo'lmasam bu yerda bilmasdim u sazon bor ekan. Beradimi o'zi? O'zi sari bo'lib chiqibdi. Bo'pti. Hammaga omad. Xudo xolasa hamma o'zini sazonlarini ushlab ketsin deysiz-ku. Lekin men pochcham bilan chotki sazon ushlab ketaman. G'iyos bilan Shahzod по-любому ushlaydi. Men bilaman ular, shustri bolalar. Anvar aka o'zi ushadi. Давайте hammaga omad. Hammasi
ushlab ketish kerak, короче. Sazonlarni kichkina bo'lsa ham ushlab ketish kerak. Lekin mana bu alov vasha zo'r. Mana bu yerda sho'rva tayyor. Xayrlashmaymiz, ko'rishamiz. Men shuni yana bir qo'limga qo'yim. Bu Mana anov Rolton Polton magi bilan qornimiz to'ymadi. Boyata bitta sho'rva qilib berdi bizga. Boyata bitta gapirib yuboring. mana kelinglar. Tabiiy sho'rva. Suyakli mana. Xudo xolasa Sho'rva deng. kechalaring iliq sho'rva qilib beraman yana bir. Ilk mana bunaqa вообще молодец. Iligini. Ana ukalari qaynilari nima deydi? Yo'qaptimi sho'rva? Dahshat aka. Quyruqdan ye, quyruqdan. Dahshat. Quyruqdan Pochcha? ye, quyruqdan. Ha, pochcha. Gap yo'q, zo'r bo'pti sho'rva. Sho'rvaga gap yo'q. O'sha boyata Anvar aka вообще молодец. Gap yo'q. Kelinglar. Ana Sizlar ertaga osh qilamiz, kelinglar oshga. til tashyapti. Ana nimani o'ynaymiz deydi-ku, ana yoshlikda o'ynardik-ku. Aşk. Вообще молодец. Anvar aka молодец. Bitta sozon bor, lekin chutki sho'rva ham bor. Hammaga yoqimli ishtaqa, ana tortlashyapti. Pochcha siznikimi? Ketdi pochcha. Давайте hammaga yoqimli ishtaqa. Kim dasturxonda o'tirgan bo'lsa. Balıqchilar hammaga assalomu alaykum. Mana bugun payshanba, tong otdi, xudo xolasa. Bitta sazon ushadi Anvar aka. Hozircha jimjit mana bu qarmoqlar tashab qo'ygan. Anvar aka oshdi harakatida choyxona palov sindirib yuboraman deysizmi? Keyin aytsin, qanaqasi aytasiz. Qanaqasi qilasiz? Endi bu go'shtni to'g'rab turib, qovurib go'sht ichida bo'ladi-da. Choyxona palov bu qiyomat bo'ladi bu. Abitdan keyin soat 2 ga tayyor bo'ladi. Kelaverasizlar. Keyin uyga ketib qolmaymizmi? Anaqasi bitta. Choyxona palovda yeb. Qarasiz, bitta gam hammasi bitta sekin uyga ketib qolgan. Ozgina bardak, xafa bo'lmaysizlar, yig'ishtirib qo'yamiz. Kechasi keldik. Mana shu kechasi keldik. Keyin narigi tarafni ko'rsatmoqchiman. Hozir narigi tarafga suzib bordim. Вообще axlatxona bo'lib ketdi narigi taraf. Men har doim boradigan joyim. Вообще axlat qilib tashlabdi. Balıqchilar unaqa qilmanglar, ey. Вообще baliq chiqmasa ham hech bo'lmasa yig'ishtirib ketish kerak-ku. Ana yerda вообще hamma joy влажный salfetkami nima bo'lib ketgan? Xudo biladi. Mayli, hammaga insof bersin. Biz lekin hali ovdamiz. Sekin kutib qolamiz. Poklevkalarda. Tortadimi bu narsa pochcha? Xudo xolasa, nasib qilsa. Xudo xolasa. Давайте xayrlashmaymiz a pochcha. Ha. Baliq chiqsa ko'rsatib yuboramizmi? Ha, ana ko'rsat. Ya uni kecha ko'rsatdik-ku. Yo'q, ko'rsatdilar. 10 marta ko'rsataver. Bitta baliqni mana bunaqasi. Viyat bo'lib ketsa kerak. Hozir yana bitta ushlasak. Yana ko'rsatamiz. Hozir bor bir zapravka qilib kelishimiz kerak, Akmal. Bo'ldi. Qo'lni hech pala qolmadi yo'q. Balıqchilar, hammaga alangali salom, vatandoshlar. Mana Arnasayda o'tiribmiz. Soat 11 bo'ldi. Bugun payshanba. Oktyabr 14-kun, 25-yil. Bitta sazon ushladik. 1,5 kilo, 2 kilolik. Hozircha jimjit. Ob-havo zo'r. Ozgina shabada bo'lib turibdi. Lekin yaxshi ob-havo.
Anvar aka, xudo xolasa choyxona palov boshlandimi? Boshlandi mana. Savus Savus to'g'rash. Xudo qilsa keyin boshlaymiz. Chaqiring, soat nechiga kelsin? Xudolar. Soat 4 ga tayyor bo'ladi. Ha, boya 2 da edi, hozir 4 ga o'tdi. Endi 4 ga o'tdi. Sразу ujunga ham bitta bo'ldi endi. Ha, xudo xolasa. Mayli, barib odam aytgan bo'lmas ekan, ha? Vaqt bo'lmadi. Baliqlar tortdi, yoqa yugurdik, bu yoqa yugurdik. Vaqt o'tib qoldi. Mayli, omadingiz bersin. Xudo xolasa, hozir anov qog'irayotganingizda yana bitta ulanamiz, ha? Mana bu yerda ozgina sho'rva qolgan kechagidan. Noxat sho'rak. Mana Anvar aka. Bizni och qoldirmayapti. Молодец. Давайте. Bu yerda osh boshlandimi? Ziravorlar, tuzlar tayyorgarlikda deng. Mana bu yerga уже yog'ni qo'yib qo'yibsiz. Nima yog' bu? Choyxona palov. Paxta yog'i, azroq paxta yog'i solinib, keyin quyruqni qovurib olamiz-da. Hatto quyruqni o'ziga qilsak, quyrug'imiz kamroq. Shuning uchun yog'ga qovurib olamiz. O'zimizda paxta yo'q, vashe zo'r bo'ladi, Ha, paxta yog' yaxshi bo'ladi baribir. Bo'ldi. Hozir buni dog'lattirib, ha? Dog'lattiradimi, nima deydi? Ha, dog'laymiz. Dog'lab keyin O'choqda ham sindirib qo'yibsiz. Bizda gaz ballon bor, o'ylamanglar, ana yerda gaz ballon bor. Mana. Просто o'da gaz ballonda tagini kuydirib qo'yar ekan, osti. Gaz tagini, oshning ostini kuydirib qo'yadi. Shuning uchun o'choqda baribir yaxshi. Endi men bu tabiatda o'choqdagi oshga hech narsa yetmaydi deydi-ku. Aytadi. Mana shunaqa. Vashe молодец. Qarmoqlar nimasini qo'yib qo'ydi. Kalsium deydimi, ana karpoviklarni qo'yib qo'yadigan. Молодец bo'yata. Hali hozir bog'lanamiz. Osh pishsa kelinglar, osh emas. Qozonni qog'irayotganingizda ham ko'rsatamiz. Ayni. Mana Shahzod zakornkaga ketibdi. Ayoy. Nima qilyapsanmi? Evityapsanmi yuqorini? Vallah xafa bo'ldim, uyga ketaman. Bo'ldi. Arnosaydan suv olib ketibdi. Qo'l yuvganda. Ha, qo'pol yuvganmi? Bu yerda Mamitni yog'ni qozoqchasiga tushuntiryapti deydimi, nima deydi? Mayingiz tushmabdi qo'y. Dog' bo'lyapti-da, dog'. Dog' bo'lyapti. Nima qo'ldim o'zi? Aytmang, ana tuz sepibdi. Shipir. O'tlarimizdan sovurish kerak-ku. Shahzod o'tini olib kel. Ko'p yonmasin. Ko'p yonsa buni cheklari ochiqda. Moy dog' bo'layotgan paytda yonib ketadi. Yo'q. Hozir sal normal dog' bo'lmasa bo'lmaydi. Emchiz chaqirib yurmayk. Men bu o'zi bashi tutab ketyapti-ku. Va bo'ldi o'zi. Dag'lab qoldi. Achchiqini oladi. O'zim so'raman. Mana G'iyos Boltayev bizga lично o'zi o'tini olib kelib beryapti. Osh. Oshga marhamat. Qarang ana o'zi qop-qora bo'lib qoldi. Qarash ketdi. Yur sondan. Yurib ketgan. Hay dimballarini. Shitir ovozlaridan yurdi.
qanday priятно. Voy vashi. Hidini sizlarga jo'natamiz deydi. Tasavvur qiling. Jiz bo'lyaptimi hozir? Jizmi nima deydi buni? Jizza. Jizza. Ana bu yerda Boshqa endi zo'rash bo'ladi. Xudo xolasa. Jizza. Chutki bo'lyapti. Buni hozir sug'urib olasizmi, nima qilasiz? Buni olib, keyin piyoz qovurib, keyin yana go'salaman. Qovurishga. Unda pauzaga boshlaymiz. Shirmamay qilasiz agar. Mana jizza ham tayyor bo'ldi. Kireshki qilyapsiz-ku? Mana xudo xolasa osh boshlandi. Voy. Biqir o'sha qaynab ketdi-ku. Piyoz ketdi. Piyoz biqir. Qizarmayapti, cho'ta olov kammi deyman, ha? Bo'ladi. Normalmi? Normal. Hali yana yo'q. Hammasi joy-joyidanmi, pochcha? Salgina endi u yoqqa bu yoqqa qoplab anavlar kelgan. Qolgani joyida bari. G'iyos nima? 11-chi запасной. Hozir aka Husanovni chiqarasanmi hozir? Solib qo'moqlarni tashlamoqchi endi. Pep Guardiola hozir Husanovni chiqaradi. Abbos Fayzillayev. Abbos Fayzillayev. Yaxshi. Boblaga montajga tayyorlan. Bobla. Bu yerda ov qanday bo'lyapti? Zo'r bo'lyaptimi? Bo'ladi, yaxshi. Yaxshi. Yo'q, maqtaydigan emas. Ne seviyeti yo'q. Baliq kam ekan o'sha. To'rchilar ko'payib ketdi taraqali. Nima deydi? Bunaqali. Brakonyerlar. Ha, brakonyer. Kartochkasi bor. Bunaqasi. Litsenziyasi borlar ko'payib ketdi. Akmal aka, O? bir narsa so'rasam, zaybal qilding demaysizmi? Yo'q, unaqa narsa aytmagan. So'kinma. Mashina ishlatib turing, keyin qaytarib joy qo'y. Yo'q, xohlasang chichib ketgan. Yo'q. To'ka tozalab ketsang bo'ldi. Olaver, bemalol. Ana baklashkalar sizlargami qiyos bari? Qaysi aka? Hop, terilib turibdi. Xuddi o'zi bizniki hammasi. Mana ko'ringanding barimi? Biz to'ka baklashka Baklashka. biz to'ka baklashka qo'yishga kelamiz desang. Biz yuvonlar Go'sht ketdimi? Go'sht solamiz endi. Ay, jonidan. Biqir jon. Ana vaqtida ertaga jarkobka. Jarkovkami? Bo'ladi bizga bugun. Mametsiz qanday qoldi? Nima bu? Kesilib oldimi? Yo'q. Men qo'lim ham qon bo'lib qoldi. Yo'q, bunaqa narsa normal. Ay, ketdi. Quvvat beradigan narsa ketdi deydi-ku. Mana shu ozgina qoldirdik. Boyata ertaga jarkov qilib beradi, xudo xolasa. Voy, mana endi sovus solamiz. qo'chqor go'shti-ku bu, ha? Ha, bilmagan qo'shqor go'shti. Voy. Endi savuzi ketdi. Savuzi mana bunaqasiga. Rangi shatarangi bu. Buni aralashtirasizmi yoki dimlab qo'yasizmi? Yo'q, aralashtirib, bu qovurib olamiz buni ham. Ha, qovurib olasiz. Buni ham qovuramiz. Siz mana bu hamma narsaga tuz sepdingizmi yoki sepmaysizmi? Go'shtga sepilgan faqat bo'ldi, pasha. Ha, go'shtga sepilgan, boshqasiga sepilmagan. Yo'q. Bu keyin suvni quygandan keyin zirbagini tayyorlagandan keyin tuzini qo'yamiz. Bu chayqana pulov bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Oh, bilan birga bir, ha? Birga ikkimi? 3ga birmi? Yo'q, bir yarim bo'libdi. 1,5 ga 1,5. 1,5 kilo go'sht solamiz.
Guruchsiz qanaqa bo'ladi? Bu lazer. Lazer. Sizni oshga marhamatga jo'natish kerak. Anvaraga. YouTube'ga ham hammasini. Yutib, hammasini uyiga jo'natib, yig'latib borasizmi? Yutib qo'yish ehtimoli bor. Ayni, sog' bo'linglar. Hammaga salom. Oshga marhamatga chaqirsa borasizmi? Chaqirsan qani o'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'ramiz, borasizmi, endi bormaysiz shuni ayt. Bo'ldi. Boraman deng. Mana shunaqasi. Assalomu alaykum qilib jo'natib boraman uylaringga. Tushgandan keyin ko'rasan qanday bo'lganini. Kecha sho'rva qildi va shu zo'r bo'ldi sho'rvasi ham. Bugun mana bu osh tiqlayapti. Oshga marhamatga mana bu boyatani xudo xolasa jo'natamiz. Rahmat. Boramiz. Borasiz, 100% borasiz. Bo'ldi. Я вам обещаю. Давайте salom aytib yuboring, kommentariy yozib yuboring и поддержка qilib yuboring. Anvar akani oshga marhamatga jo'natib yuborishga. Sizni kuchingiz bilan mana shunaqa baliqchini jo'natib yuboramiz. Keyin ko'rasizlar nima bo'ladi. Yorvoration qilib yuboradi hamma joyda. Mana lazer guruchmi? Bu lazer. Suv bilan ivit qo'yasiz. Endi tuz solib ivitib qo'yamiz. Jonim. O'zimizni местный lazermi bu? Местный lazer. Tuz solasiz endi. Tuz solib qo'ydim. Mana, tuz soldingizmi? Bo'ldi. Tuz solib qo'ydim. Mana bu biqir zo'r bo'ladi. Gap yo'q. Gap yo'q Anvar aka, sizga gap yo'q. Mana garmdor, chesnok biqir qaynatyapti. Nastoящий baliqchilarning oshi bo'lyapti. Давайте hali tayyor bo'lganda ko'rsatamiz. Mana g'iyaz boltayib. Bu narsa devor, oldin ochiladi. Farat, bobom osh pishiryapti mana. Xudo xolasa abetga soat 3larga bu 5larga. 5larga xudo xolasa pishib qolar ekan. O'tirib mayda mazza qilib, palxorlik qilamiz. Kelarsizlar ham. Xudo xolasa. Hammaga omad. Xudo xolasa hammaga omad. Ozgina shabada ko'tarildi. Lekin bizga farqi yo'q. Bu yerda bitta sazan ushlagan, o'shani olib ketaveramiz. 5 ga bo'lib deydi. Bitta ko'rsatib yuborsak bo'lmaydimi aka shuni ham? Kecha ko'rsatdik-ku? Ha, ko'rsatdik. Ha? Aziz baliqchilar, mana nihoyatki guruchimizni oshga soladigan vaqti keldi. Bismillah. Seni ko'rsam qaniydi. Bir ko'rsam qaniydi. Vashi. Молодец. Qo'lingiz dard ko'rmasin bu yerda. Xudo xolasa. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Boshqasi to'ylarda qilib yuring deydi-ku. Yorvaraman Xudodan. Lazer var bu lazerda. Tiprab turibdi-ku. Mana guruchni sho'r suvga yuvib, bir qozondan ikkinchi qozonga ag'darib yotdi. Qolganlarni isrof qilmasdan
Ma'mullardan chiq bor. Ha? O, chiq. Gap yo'q, sizga 5. Omonsiz bersin. Pishgandan keyin chaqiraman. Xudo xolisa. Bu etani choyxona palovi tayyor bo'lyapti. Toshkentchasiga no'xat tashladingizmi? Ha, no'xat bor. Ha, no'xat bor. Toshkentchasiga. Yaxshi. Ziravonni endi tashladingiz. Aha. Ha, chesnochon, qalampirjon. Hay, joningdan. Bu aytib точно meni kechga bu yerda ko'rmaysiz. Men uyga ketaman ama. Uyga ketaman, men uyga ketkim kelyapti deydi-ku. Ne? Tamam, 15 boshi. minutga damiydi. 15 minutda, 20 minut. Krenek. qaranak 20 minut. Ikkitalik qilib yopish kerak обязательно. O, qo'qon. Bo'ldi. Xudo xolasa 20 minutdan keyin oshga kelaveringlar. Bo'ldi. Osh tayyor. Oshga marhamatda hammasini uyga jo'nataman deng. Mana bu yerda. Assalomu alaykum, baliqqa keldingiz. Bitta sazan ushladingiz, ha? Ha, keldim. 1 soatda bitta 2 kilolik sazan oldim. Kecha sho'rva qildingiz. O sho'rvadan oldin ana bich paket qildingiz, ha? Rolton. Ha. Rolton qaberda hammani Mametda. Men bu pochchamni, g'iyos, shahzod hammasini to'ydirib keyin sho'rva qilib berdingiz. Sho'rva qilib berdingiz. Vacha zo'r bo'ldi sho'rvasi. Endi xudo xolasa bugun osh. Bugun osh. Ertaga Jarkov. Ertaga. Jarkov deydi-ku. Keyingi oy xudo xolasa oshga marhamat. Xudo xolasa. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana bunaqa joyda mana Arnasay mana bunaqa ona tabiat joyni tozalab yurish kerak, ha? Ha, обязательно. Yeb bo'lgandan keyin tozalab, joylarda tozalab ketish kerak обязательно. Ekologiyaga yaqinroq yurish kerak. Yaqinroq. Nargi tarafimiz esizdami o'tirgan joyimiz? Da. Qarang. Qanaqa bo'lib ketdi. Yo'q, top-toza emas, вообще musor bo'lyapti. Bizdan keyin yaxshi odamlar kelmabdi-da. Короче, musor bo'lyapti. Mana ikkitasi bog'lashlayapti. Ha, bular o'zimizniki. Bismillah. Oh, bismillah. Oh, voy. Ne degan hangimi? G'oshiz gapiraveribdi-ku. Mana qalampirlari. Gapiraveribdi oshlar. Voy, chesnokjon. Chesnokjon. Boyta молодец. Guruchlar ham bitta bo'lib qopti. Mana ostdan endi. Voy, Mana go'shtlar chiqadigan ostdan. hayt no'xatlari bilan. Hozir baribir birga bir emas, birga 3 o'ynaydi-ku, menimcha. Mana qanday o'tib edi. Vashi zo'r bo'ldi. Qani oshga marhamat deb qo'ying. Qani kelinglar oshga. Osh tayyor. Oshga marhamat deb qo'ying. Oshga marhamat. Oshga marhamat kelinglar, davay. Mana. Mana bunaqa osh. Vashi zo'r. To'kilib yotdi. Hozir buni yegan odam jinni bo'lib qolsa kerak. Jinni bo'lib qoladi. Ayniqsa mana pochcham. Mana bu yerda g'iyos yoz o'tib ketsa ham yozgi salat qilib yotdi. Achchiq qilib bering. Achchiq. Pochcha? Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Qaravering ya. Bugun ko'rishdikmi deyman. Bugun ko'rishdik, ha. Yo'q. Baliq tutmadingiz endi bilan xomush ko'rinasiz. Xudo xolasa tutamiz. Xudo xolasa. Nasib qo'yganim bo'ladi. Xudo xolasa. Hozir bitta osh yesak, ha? Ha, Anvar akaning oshini. Anvar akaning qo'lidan. Shayxona palov. Shayxonchik chayu. Вместо крепкого вина deb. Ну, yoz boltay. Fransiyada ishlaganda seporning. Che молодец. Chapillatib, Lekinda tinglatdi. Avvalo barmoq ketib qolmasin. Hammasi nazoratim ostida. Молодец. Achchiqmi bu? Chuchuk. Achchiq. O'zimiz tilda aytganda achima chuchi. Achchiq. Молодец. Ey, oshimiz уже buzilyapti, уже solinyapti. Tayyor, a? Tayyor oshni. Go'shti maydalangan ichida. Lipil. Chutki bo'ldi. Bittasini. Bitta. Bu ikkita odamlik mana. Na ol, Shahzod. Mana ikkinchisi. Hayt, ikkitalagan qayerdan oldingiz? Boyda. Bor edi. Uydan borib olib keldingiz. Ketdi keyin milliarda qiyrat tozig'ini ekan. Voy. Yana bitta. Ana ikkinchisi. Buni ichida bor. Ha, hozir nariyoqqa borib nima qilib tashlaymiz. Yo'qda. Men buni aytmoqchi edim. Qalampir. Vo, bля. Oling paket pocha. Yo, bля, нихуя себе, bля. Dasturxonga marhamat. Yo, bismillah. Mana 2 odamlik, mana 3 odamlik. Mana osh Arnasoydi bo'yida. Mana shunaqa kollektiv bilan hammaning настроенияsi yo'q. Hech kimda hech narsa tortmayapti. Lekin menga P deydi-ku. Menda har doim tortadi. Давайте, yoqimli ishtaha kun dasturxon nimasida o'tirgan bo'lsa. Mana chesnoklarni ham solib qo'yibdi bu yerda. Bu yerda oshga marhamat deb qo'y. Oshga marhamat, kendir oshga. Mana juda ham mazali bo'lgan bo'lsa kerak, qani? Bismillah deb kerak. Qani boshlang. Yo'q, bismillah. Yoqimli ishtaha. Shukr qilmaysan, ha, shukri. Mana ertalabki natija. Yana bittasi. Sazanjoni. Молодец. Qo'yib yuboramiz mana onasini, Kichikroq qo'yib yuboramiz. xolasini chaqirib keladi. O, balig'ini solib qo'yadi. Nima baliq kerak? Mana baliqchilar ovimiz ham yakunladi, xudo xolasa. Mana sekin yig'ishtiryapmiz. Mana natijalarni bir chekkadan. Mana shunaqa sazanjon. Mana shu yerda vobля. sazanni bilan ichida yana. Sazanjon. Mayda sazan 3 ta bor ekan. Qo'yib yuboramiz uni. Aha. Qanday bo'ldi? Bo'ladi, normalniy. Normalniy. Oylik yetarli. Hozir yana bor bolalarda. Ana yerda. Patsakda. Ay, sadokda turibdi. Shuni ko'rsatamiz. Xayrlashmaymiz. Hozir yana ko'rsatamiz. Davay.
Bismillah. Mana yana natija. G'iyos Boltayev. Oho, terib tashlabsan-ku. Voblatayim bo'ldi aka. Shu iriklari ham Hasanjondan bor ekan. Dadasi bor. 5 kiloligimi menimcha? 5 chiqmasa ham 3,5 4 chiqadi aka. Yaxshi. Молодец, barakasini bersin. Ana voblashi katta. Cho'paloqdan katta. Voblatayim aka. Mana voblalar kattasini qarang. Mana. Shapaloqdan katta, tak. Ikki svejida. Akmal aka. Да, Svejida qarang. qizarib yotibdi. Qizil. Молодец, barakasini bersin. Hammaga bundan yaxshi natijalar nasib qilsin. Xudo xolisa. Mana yana natija. Mana natija. Mana shunaqa Sazanjon. Betda и betda. Bo'ladi. Zo'r. Bo'ladimi? Yo'qdan ko'ra, hech narsa ushlamasdan ketgandan ko'ra. Hurmatli baliqchilar, sizlar bilan endi xayrlashib qolamiz. Balig'imiz tugadi. Xudo xolasa mana uyga qaytyapmiz. Sekin yig'ishtirib bo'ldik. Yon atroflarda yig'ishtirdik, musorlarni olib. Xudo xolasa kelasi ovlarda ko'rishamiz, gaplashamiz. Hammaga omad, hammaga sog'lik, tinchlik. Pochcha bir narsa deyavering obunachilar. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Xudo xolasa ovimiz qarida qaytamiz endi. Like, podpiska, kommentariyalarınızda ayamaysiz. Yoqqan bo'lsa, podpiska qilib, podдержка qilib, Подписка, комментарий ayamaysizlar. ana G'iyos Boltayev. Like и подписка, комментарий esdan chiqmasin. Hammaga omad. Ko'rishamiz. Mana sakrashini qara. Mana chekada ko'ryapsanmi? Buni ha. Yo'q, mana bu yerda qarab o'tiribdi.